o'tgan bugungi davr. Xalqimiz, ayniqsa yoshlar ma'naviyati va ma'rifati oldimizda turgan dolzarb masalalar haqida so'z bordi. Tinchlikni qadriga yetish deganimizda tahlikali dunyoda juda vaziyat kun sayin emas, soat sayin o'zgaryapti. Mana shunday og'ir sharoitda yashayapmiz. Lekin shu sharoitda yagona xalqimizning manfaati, xalqimizning tinchligi, osoyishtaligi, jannajon vatanimizni ertangi kuniga, mana shunday mustaqillik kunlarimizga shohid bo'lganlar, ular qanday mashaqqat ko'rgan, qanday shu kunlarga intilgan va mana shu intilishdagida adolatsiz qurbon bo'lganliklarini 100 karra tushuntirish kerakki, har kuni yoshlarimizga yetkazish kerak. Masjidlardagi duoi fotihalar, juma namozlarida ayniqsa elimizga shukronalikni bilim bilan, og'irlik, vazminlik, hayot bilan hamnafaslik nuqtai nazarda amaliy narsalarni aytib, xalqimizni, mo'min musulmonlarimizni mana shunga da'vat qilsak, ana shunda natija bo'ladi. Juda katta tizim qilyapmizki, tizim shunday. Faqat bag'ri kenglik, ma'rifat, madaniyat, adashganlarni to'g'ri yo'lga qo'yish. Imomlarni o'qitishni tizimini o'zgartiramiz. Imomlarni dunyoqarashini o'zgartiramiz. Endi qaror shunday bo'ladi, har bir imom o'zini hududidagi mo'min musulmonni yaxshisiga ham, yomoniga ham javob beradi. Imom Buxoriy nima deganlarini agar o'qisalaring, bu yerda hamma narsa yozilib turibdi. O'zingiz mana shu Toshkentda imomi bilan chiqib, islomni ertangi kunini oddiy tillarda jamiyatimizni hozirgi o'rnini to'g'ri topib, shunga to'g'ri baho berib, ertangi kunimiz nima bo'ladi degan savolga sizlar o'zlaringiz sohalaring bo'yicha yetkazish kerak. Endi masjidlarda xuddi birinchi sinf alifbosidan mo'minlarga o'rgatamiz. Islom nima? Qo'lini duoga ko'targan odam nimaga keladi? Avvalambor o'zini oilasi, farzandi, o'zini xonadoniga duo, tinchlik tilaydi. Buni tagida nima bor? O'sha yurtga, o'sha zaminga, o'sha rayonga tinchlik bo'ladi. Shuning uchun har bir masjidda imomi o'zini hududida 5000 odamning ichida 500 ta odam namozil bo'lsa, har kuni necha soat unga borib diniy bilim beryapti. Dunyoviy bilimga intilgin deb aytayapti. Shuni yozib, men bugun 3 soat o'qitdim. Men imomnim komil, meni yuragim, vijdonim xalqparvar bo'lsa, 3 oy ichida u albatta mana shu shukronalik aytib, o'ziga munosib o'rin, shu yurtni munosib farzandi bo'ladi. Biz din erkinligi uchun hadislar maktabini yaratdikmi? Nima uchun yaratdik? Ilmli din bo'lsin deb. At-Termizini yaratdikmi? Islom sivilizatsiyasini yaratdikmi? Mir Arabni oliygoh qildikmi? Ana shu diniy ulamolarimizning rahbariyati o'zini o'rnini topib olish kerak. O'zini o'rnini, buyuk o'rnini, ma'rifat o'rnini. Biz har yili 30% ga arzon qilib hajga yuborgan mo'min yerdan nur olib kelsin, shukronalik olib kelsin. Har bir hajdan kelgan odam o'ziga bitta qo'shnisini ham shu ma'rifatga, e'tiqodga inontira olsa, o'shanda keyin jamiyatimiz ana shu o'zimizga munosib bo'lgan Imom Buxoriy vatanida shunday tartib bor ekan, ulamolar ishlar ta'zim va qoyil tarannum qilgan Buxoriylar yurtidan o'rnak olganlar, ey mo'minlar degan 1-2-3 yilda shuni qilsak, har bir mo'minni, har bir imomni ko'zidan nur, ertangi kunga ishonch va adolat. Mana shunday buyuk bo'lgan bizni orzu niyatlarimiz degan mana shu mustaqillikni qadriga yetganlar, shahidlarimiz nimalarga e'tibor bergan va buyuk bobolarimiz islomda nima deganini tushuntirmaslari kim tushuntiradi? Naqshband bobomiz aytgandek, mehnatsiz hech qanday natija bo'lmaydi. Qo'ling mehnatda, yuraging Allohda bo'lish kerak. Biz yaqinda Abdulla Qodiriy bobomiz maktabini ochyapmiz. Nima uchun ochyapmiz? Sekin-sekin yoshlar Abdulla Qodirni ham unutib oladi. Ana shunday vatanparvarimizni, xalqparvar odamlarimizni haqiqiy hayotini qanday sharoitda ular o'qigan, qanday zulm bo'lsa ham ular elim, xalqim deb jonini bergan. Bugun nima uchun shunday bu yerga kelib ziyoratlar qilyapti? Bular hamma ulug' bobolarimiz O'zbekistonda mustaqillik uchun kurashgan ular. Maktabga ulug'larimizning nomini beraylik. Har bir maktabda shu ulug'larni o'rgansak ham, qaysidir maktab uni biladi, buni biladi, umumiy saviyamiz o'zgaradi degan topshiriq berdim. Bu narsalarda hammasini joyiga qo'yayotgan vaqt soat keldi. Iloyim mana shu narsalarni bajarishga belimizni mahkam bog'lab, shukronalik nuqtai nazardan hammamiz bir yoqadan chiqishimiz kerak. Biz o'zimizni kuchimizni, qudratimizni, tinchligimizni osoyishtalash uchun jips bo'lib, bir bo'lib hammamiz shukrona qilib harakat qilsak kam bo'lmaymiz.
Davlatimiz rahbari so'zida davom etar ekan, asrlar osha saqlanib kelingan qadriyatlarimiz, diniy qarashlarimiz, orzu va rejalarimiz haqida o'z fikrlarini bayon qildi. Odamlarimiz ongida atrofdagi voqelikka nisbatan to'g'ri va haqqoniy munosabatni shakllantirish. Xalqimiz, millatimiz ozodligi yo'lida qurbon bo'lgan bobolarimiz jasoratidan hamma vaqt ibrat olishimiz, bugungi tinch va osoyishta kunlar qadriga yetib, O'zbekistonimizni taraqqiy ettirishdek ezgu maqsad yo'lida astoydil mehnat qilishimiz kerakligini ta'kidladi. Iloyim mana shu bugungi hamma qilgan duo fathalarimiz, shahid ketganlarimiz, millatimizni farzandlarini ruhlari shod bo'lsin. Mana shu tinchlikni, osoyishtalikni qadriga yetib, tilimizda emas, dilimizda, harakatimizda shukronalikka zamin yaratib harakat qilish hammamizga nasib qilsin. Iloyim yurtimiz tinch bo'lsin. Iloyim xalqimiz ulug' yo'llarda turibdi, katta niyatlar qilyapti. Niyatlari ijobat bo'lsin. Xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilgan hamma rahbarlarimiz, ulamolarimizga Xudo taolaning o'zi kuch bersin, qudrat bersin. Kelgusi kunlarga ham sog' salomat, yurtimiz tinch, xalqimiz rozi, osmonimiz musaffo bo'lishga, shu kunlarga yetishga Xudo taolo o'zing madadkor bo'l. Hammamizga sihat, salomatlik, tinchlik, osoyishtalik bo'lsin ilohim. Allohu akbar. Hazrati inson yaralibdiki, xotira bor, mehr, muhabbat bor, demak qadr ham bor. Ayniqsa bizning mamlakatda xotira va qadrlash o'zgacha mazmun, nufuz va ma'noga ega.